Assalomu alaykum qadrdonlar, tuzingizlar, yaxshimisizlar? Hop, akalar bitta video ko'rib qoldim. Haliga Rossiyaga eksport qilgan qulupnaylarni yetib borgan, chirib ketgan, irib ketganlar videolar ko'rib qoldim. Bunda nafs ochlik ham xatogarlik bo'lyapti, keyin sort noto'g'ri tanlash xatogarchilik bo'lyapti, ozuqa noto'g'ri tanlab berishda xatogarchilik bo'lyapti. Bunga qandoq isbot etsangiz, hozir ko'rsatamiz qo'ldan kelgancha. Iloji boricha o'sha videolar ko'rib mana bu boru ishlab tura olmadi-da, mana bu hozir shuni ko'rsatamiz. Ham brokeriga ham ishonmaylar. Mana bu bugun kelgan Qirg'izistonning molini qaranglar. Sal bunda bu yerga qo'yib turib ko'taringchi, taglarini ochingchi. Qirg'izistonning moli. Otasiga rahmat mana shu yutib turgan. Mana akalar ko'ryapsizlarmi? Mana yon qo'shni 10 kilometr, 20 kilometr farqidagi mana kelishini qaranglar. Kelishida ham bilinib turibdi. Zo'r holat. Otasiga rahmat. Yaxshisini yaxshi deymizda, bu yerda farqi yo'q. O'zbekistondagi, Qirg'izistondagi. Bu yerda molni sifatli olib kelishda gap bo'lyapti. Halollikda gap bo'lyapti. Barokatda gap bo'lyapti. Bu holatni ko'rsatdim. Mana ikkala mashinadagi bu ham kecha kelgan, bu ham kecha kelgan. Bunda 5 tonna, bunda 5 tonna, 10 tonna yuk, 50 ming dollar deyapsizmi? 50 ming dollar. 50 ming dollar mana musurga ketyapti. Ko'zlaringni ochib olinglar. Dehqondan tortib savdogargacha. Buni ham chorasini ko'rishga hozir harakat qilamiz, xudo xolasa. Lekin baribir ishonmaylar. Bu uje bu insof yo'q, bir iymoni mustahkam emas bularda hammasi. Na qonunni hurmat qiladi, na odamgarchilikka ahli yetadi mana holatda. Mol musor. No gogorgan taqtirsiz. No betini cho'ngdirding. Aha. Hozir tagin qarasaz, liboyincha. Maydada, o'sha gogu ildiydan chiqqan, ildiydan o'ydi. Chirigan. Allah Allah. Akalar birinchidan sortini to'g'ri tanlab qo'yishyapti. Namanganda Charlie deyishyapti. Hop, qattiq sort, lekin unday katta bo'lmaydi. Sort mana bular bo'ladi mana. Mana. Mana bular bo'ladi. Har tomonlama. Mana. Katta bilasiz zo'r. Keyin ozuqa. Ozuqani noto'g'ri tanlashadi. Yana bitta video ko'rdim. Yosh katta otaxon bilan olingan video. Ozuqani qanday beriladi, qachon beriladi ekanlarda. Ozuqalar mana bu ser hosillik mana. Ozuqalar deyapti, amaki. Har terimdan keyin selitra bilan selitra plus superfosfat yoki shakardori deyishdi. Shakardori deyishdi. Selitra bilan shakardori beramiz. Ya'ni amino sulfat beramiz deyishdi. Selitra azotu bu. Turgan bitgan azotu. Ham mevani yig'latar. Oqizib yuboradi. O'shancha Rossiyaga ketib borganda chirib ketyapti, oqib ketyapti, yetib bormayapti. Odamlar ham hadib azotni ozuqani mana yurmasin. Mana. Sort mana bilestit. Hech qanday ozuqa yemaydi bular. Mana. Hech qanday ozuqa yemaydi. Ochiq maydon, adam ko'rsatib turgan joyimiz. Clear qulupnaylari. Hech qanday ozuqa yemaydi. To'g'ri suvda o'zini ichadi. Buning ichiga haligan ozuqa berilmaydi. Mana qulupnay. Qattiqligi mana. Qanday ko'rsatsam bo'ladi? Qaydalik ko'chat navd qo'ygan joylari bor. Mana. Mana. Sachilib qoldi unisiga. Mana. Ot o'rsiz narsa bo'lmaydi qulupnayga. Akalar, sizlardan iltimos sal insof berginglar. Hadeb azotni qo'ymanglar uning ichiga. Organik yetilib pishsin bu. Organika bo'lib. Ana, yana o'tamiz. Qayga? Mana bu yoqqa chiqaylik. Tozaroq joy.
Evet, salaf ham bor mana. Salfang usti buni ana. Bu xo'rlash emas bu. Bu organikani ko'rsatish bu. Mana. To'g'ri tushunasizlar. Negativ yozmaysizlar. Sort tanlash bilish kerak. Organik ozuqa berish kerak. Berganda, bo'lsa shart emas, ozuqa yerda o'zidagi ozuqa yetadi. Yerda o'zidagi ozuqa bor, biznikilar faqat yerda o'zidagi ozuqa bilan katta bo'lyapti ular. Ana. Tomchilab sug'orish. Oddiy shilang nimani? Artizonni tashlama, artizonni suvni qo'yamiz. 2-3 kunda bir 1-2 soat suv ichadi, tomchilab sug'orishda. Bo'ldi shu. Boshqa hech narsa yo'q. Bu yer asli ko'chatxona bu yer. Shuning uchun unaqa yashillar barday holda turibdi. Kelar shu videoni iloji boricha dehqonlarga jo'natib qo'yinglar. Nimada ozuqa berishda to'g'ri ozuqa tanlab berishsin. Iloji boricha yaxshi sort tanlashsin. Yaxshi sort tanlasa qiynalishmaydi. Yirik terishadi. Ozuqalarni unga berilgan ozuqa o'g'itlar faqat nimada beriladi? Tagidan berilgan o'g'itlar ayniqsa selitra bilan machavina faqat o'sha uzorda beriladi, kuzda beriladi ular. Bahorda berilmaydi. Zo'r katta qilib beradi, to'g'ri, bahorda bergan zo'r katta, palay zo'r yozib beradi. Meva ekanda oqizib yuboradi u mevani. Yaqinlashtirib bo'lmaydi mevaga kirgan vaqtda bahordan. Selitra bilan machavinani uni ichigachi. Bunga faqat kalsiy beriladi, kalsiy nitrat beriladi. Kaliy sulfat beriladi. Ammofos beriladi. Ammofosdan kuzda qo'ysa yaxshiroq bo'ladi. Shu, boshqa narsa shart emas bunga. Qolgan uncha mikroelementlar bagidan sevib turiladi. Shunaqa ozuqalar bilan yestirsa bo'ladi hamma narsani. Bilmadim nimaga bunaqa qilishadi. O'zbekistonning nimasini tushirib yuborishyapti. Bunaqa eksport qilaman, eksportga chiqaman deb. To'g'ri, O'zbekistondagi furaga uzilyapti, chiqyapti, lekin uning chirgan narsa bilan chiqishi to'g'ri kelmaydi-da. Rossiyaga borganda, boshqa joyga borganda jahon bozoriga chiqyapti. Jahon bozoriga chiqqan vaqtda bu chirgan maqsad bo'lmaydi-da. Yaxshi narsa tanlaylik akalar, iltimos. Yaxshi ko'chat tanlaylik. Selitra bilan machavinani kuzda beraylik. Palakni o'stirib olaylik o'sha vaqtda. Ha? Keyingi yilga sortni o'ziga qo'yib beraylik. Yerda o'zidagi ozuqalar bilan, ja bo'lmasa kaliy sulfat, o'sha amino sulfat solsa bo'ladi, shakardorini kaliy sulfatni qo'shib solish kerak. Yoki bo'lmasa birin-ketin solish kerak. Agar selitra bilan azotni bermasa kerak, selitra bilan machavinani. Oqizib yuboradi akalar bu. Hozircha shular edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.